olib sotarlarga juda ham zo'r variantga kelganmiz. Investorlarga ham zo'r variant, bemalol olib nijeloy qilsanglar, yaxshigina pulga sotsanglar bo'ladigan variantga kelganmiz. Yunusobod tumani 10-kvartal. Orientir mana ko'rishingiz mumkin. Shunda yo'lda turibmiz. Mana ko'rsataman sizlarga. Mana bu yerda mana katta yo'limiz, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoq tomonda. Shunda mana bu yerda konechka bo'ladi. Shu yerdan birinchi qavatdan umumiy maydoni 78 kvadratli, xonalar razdelniy bo'lgan, balkoni 2 ga 6, fasad qismimiz 6 metr bo'ladi. Yaxshi xonadonimizga chiqqan, remontlari o'rtacha holatda, olib nijeloy qilsanglar ham juda ham yaxshi variant. Narxi juda ham срочный narx o'rtoqlar, $80,300 qo'yilgan. Juda ham срочный narx, bemalol olib nijeloy qilsanglar, yaxshigina foyda qilsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib qo'yasizlar. Shunaqa nijeloy qilib, passivniy dohod qilib qo'yaman degan tanishlik albatta videoni jo'natib qo'yinglar va Telegram kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Endi videomizga like bosib tursanglar, uyimizni to'liq obzorini ko'rsatamiz. Qani ketdi. Xo'p, mana kirib kelar ekanmiz, ko'rishingiz mumkin. Balkonning zonamiz 2 ga 6 balkonni 2 ga bo'lib qo'yishgan ekan mana. Bu yoqda mana kuxonniy zonamiz bo'lgan. Bu kuxnyani balkon ko'chirishgan hisobiga bu yoqda kattagina prostranstvo bo'lgan. Xo'p, bu yoqda mana hojatxonamiz, bu yoqda mana hammomimiz. Bu yoqda bitta spalniy xonamiz mana. Bu yoqda mana ikkinchi spalniy xonamiz. Bu yoqda o'zining kladovkasi bor. Bu yoqda mana kattagina zalimiz. Bemalol balkonni ochib olsanglar, bu yoqda katta bitta xona bo'ladi va naryoq tomonda katta xona bo'ladi. Nijeloy qilishga вообще zo'r variant. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib qo'yasizlar. Shunaqa nijeloy qilishga joy qidirib yurgan tanishlik albatta videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosinglar, sizlardan chiqmasin. Uy-chuy, sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.